Assalomu alaykum akalar. Damas foydali ma'lumotlardan yana bittasi. Ochiq oydin ko'rsataman, diqqat bilan quloq soling. Ertalab mashinangizni kelib zavod qilganingizda, xo'sh, zavod qildingiz mana. Tasavvur qiling mana, keldingiz, sovib turibdi mashinangiz. Zavod qildingiz mana. Zavod qildingiz-a? Pasos tortishingiz kerak. Pasos tortdingiz mana. Qaytib ketyapti. Buni yechimi nima desangiz, hozir buni yechimi nima sizlarga tushuntiraman. Mana bu yoqqa qarab turasiz. O'zini pasos datchigini akamga hozir tushuntirdim, o'ziniki ishlamayapti ekan. Kollektor tagida bo'ladi, mana bunaqa datchik bo'ladi, pasos datchik. Buni originali mendagi. Bu hozir o'zidan kelayotgan plyusini uladimda, shunday qo'ydim. Mana masta oldi ujurni. Kuzdan masta olgandan keyin mana endi tortalaringiz pasos ishlaydi akalar mana. Turadi mana, ko'zlaringizmi akalar? Mana ko'zlaringiz endi pasos ishladimi? Bu narsani o'zinikiga ulab qo'ysam, mana o'ziniki turibdi joyida. Hozir bitta ko'rsataman, o'ziniki ulasam, o'ziniki ishlamayapti. Otalar mana o'zinikini ulab qo'ydim, mana bu yerda stekeri, pasos stekeri mana shu oq bittalik bo'ladi, pastga ketgan bo'ladi. Mana o'zinikini ulaganimdan keyin mana akamiz o'zi ham, klient o'zi ham ko'rib turibdi bu narsani, tepasida isbotlab beryapman. Mana buni tortsangiz kirib ketyapti. Ko'rdingizmi? O'zini datchigiga kuygan. Shu datchikni almashtirib olsangiz, shu narsa hal bo'ladi akalar. Damasni zavodlarga tashab qo'yamiz, Profmasterga ketalaringiz, hamma narsasi bor, diagnostika qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqaveringlar.